Assalomu alaykum. O'tgan safargi videomizda sehr haqida gapirgandik va izohlarni o'qib chiqsam, ayrim bir qarama-qarshiliklar, ziddiyatlar bor ekan, ya'ni kimlardir haqiqatan sehrga ishonishar ekan. Va mana shuni oydinlashtirish uchun yana bitta video qilishga qaror qildim. O'ylaymanki, bu videoni oxirigacha ko'rib olsangiz, nevrozda umuman sehrga aloqador emasligiga yana bir bor amin bo'lasiz. YouTube'da sehr deb yozsangiz, sehrda davolash usullari, sehr tekkan alomatlari degan har xil videolar kelib chiqadi. O'zim ham bir ikkitasini ko'rganman. Ko'rganimda nima bo'lgan? Ayrim domlalar chiqib olib, sizda agar doktorga borsangiz hech narsa chiqmaydigan bo'lsa, yuragingiz sezayotgan bo'lsa, nafasingiz qisayotgan bo'lsa, tanangizda har xil bir g'alati hissiyotlar bo'layotgan bo'lsa, bilingki, bu sizda sehr alomati bo'lishi mumkin deb aytgan holatlarni juda ham ko'p ko'rganman. Bu narsa bizning tibbiyotda bu vegetativ reaksiyalar, oddiy vegetativ reaksiyalar. Ana endi tasavvur qiling, mana shu odamni sehr qilgan deb olib keldik. O'sha odamda haqiqatan yuragi tez uryapti, boshqa narsa bo'lyapti. Ana endi mana shu odam, hozir misol uchun nevroz kasalligi bilamiz, bu odam emas, bir necha hozir O'zbekistonda kamida men o'ylaymanki 1 million atrofida bu kasallikni boshidan o'tkazayotganlar kamida, bo'lmasa undan ham ko'p. Endi hozir mana shu tanasida g'ashli bo'lib, menga sehr tegdi deb yurgan odamlarning ustidan tajriba o'tkazsak, Xudo ko'rsatmasin urush boshlanib qolsa, qanday bir urush boshlandi, hamma urushga safarbar bo'ldi. Mana shu urushga safarbar bo'lgan insonlarda yurakda urish, yurak tez urishi, vahima, qo'rquv, xavotir hech qaysi biridan asar ham qolmaydi. Kafolat beraman. Nimaga? Chunki bu kasallikda miyani xavotir markazi qo'zg'alib qoladi, odam o'zini tanasidan kasallik qidirishni boshlaydi, bezovta bo'ladi, xavotirlanadi. Ana endi undan-da kattaroq bosim keldi. Urush, tirik qolish. Kafolat beraman, ana shu insonlar xavotir umuman qolmaydi. Boyagiday qo'lni ko'p yuvadigan bo'lsa, yoki qo'rqib o'lib qolaman, ko'chaga chiqsam o'lib qolaman deydigan odamlar ko'chaga ham bemalol chiqadigan bo'ladi. Keraksa, nimaga? Chunki uni hayoti tirik qolish kerak. Uyiga hozir bomba tushadi desa, o'sha inson umuman esiga ham kelmaydi bu narsa. Yurak tez urish, bezovta, xavotir bu hammada bo'ladi. Misol uchun, yaxshi maktabda o'qib kelgan vaqtingizda, maktabda o'qiyapsiz, 4-sinfsiz, 5-sinfsiz, tasavvur qiling. O'qituvchi uyga vazifa berdi. She'r yodlab kelish kerak, 4 ko'plik. Bordingiz, uyga yodlamadingiz, o'ynadingiz, boshqa narsa qildingiz va ertasi kuni o'qituvchi so'rayapti. She'r yodlamaganlarni jazolayman degan qo'lida katta tayog'i bor. O'sha vaqtda sizni ham yuragingiz tez uradi, sizda ham bezovtalik bo'ladi, sizda ham mazangiz qochadi. Nimaga? Chunki siz hozir qo'rqasiz. Agar men doskaga chiqsam, she'r aytib bera olmayman va o'qituvchidan tayoq yeyman deb, sizda qaltiroq bo'lib, vahimangiz kuchayadi. Meni qabulimga kelayotgan insonlarga o'xshab. Ulardan bu holatda nima farqi bor? Prosta o'sha holatda sizdagi holat bu vaziyatga nisbatan reaktiv holat. Chunki haqiqatan sizning miyangiz xavfni to'g'ri baholayapti. Hozir bir narsa bo'lib qoladi. Bu kasallikda sizda stress natijasida xavotir, vahima bo'lib qolgani uchun sababsiz yurak urib ketishlar bo'lyapti. Lekin mana shu insonga biz undan kuchli xavotir bersak, undan kuchli. Meni bemorlarim keladi. Doktor qo'lim sinib qoluvdi, nevrozim yaxshi bo'lib qoldi. Doktor appendis bo'lib qoluvdim, nevrozim esimdan chiqib ketdi. Doktor boshqa bir kasal bo'lib qoluvdim, nevroz esimdan chiqib ketdi deydi. Nimaga? Qani bu yerda sehr bo'lganda ishlash kerak edi-ku, qani bu yerda jin bo'lganda ishlash kerak edi-ku. Yoki shunaqa odamlar keladi, doktor bezovta bo'lib yuruvdim, mana shu yerda deydi, ishlarim ko'payib, chet davlatga dam olgani ketdim, shu bilan yaxshi bo'lib keldim deydi. Qani jin uni nima O'zbekistonda bormi faqat jinlar? Chet elda borganda unaqa bo'lib, yoki aytadi, chet elda yaxshi yurdim deydi ayrimlar, O'zbekistonga kelgandan so'ng yana boshlandi. Nimaga? Chunki muammoni hal qilmay ketganda, yana muammoga duch kelyapti endi. Yana o'sha miya o'ylab bezovta bo'ladi. Bu yerda jin bo'lganda siz doimiy bo'lishingiz kerak edi yoki sehr bo'lganda siz doimiy yurishingiz kerak edi. Chet eldamiz, farqi yo'q. Va jin sehr bo'lganda siz hozir qattiqroq bir bosim beradigan bo'lsa-ga, sehr jodu qilib qilingan bo'lsa, sizga kattaroq hozir qo'lingizga avtomat berib, "Davay, urushga, frontga jo'natsak", o'sha vaqtda ham qaltirab yurishingiz kerak edi. Qaltiramaysiz umuman. To'g'ri, o'limdan qaltirashingiz mumkin, qo'rqqandan, lekin o'sha holatda urush boshlandi degandan nevroz tapatap yo'qoladi. Bunga yaqqol isbot Ikkinchi jahon urushida odamlarda nevrozdan depressiya ham bo'lmagan. Nimaga? Chunki tirik qolish, ulug' vatan urushi, hamma narsa frontga. Odamlarda oliy maqsad bo'lgan. Bu rivojlanayotgan mamlakatlar kasali. Rivojlangan mamlakatlarda bu kasallikka ko'p chalinadi. Nimaga? Chunki hamma narsa yetarli.
Hammasi yetarli bo'lgandan so'ng miyasi ko'p bekorchi bo'lib qoladi. Odam biron bir maqsadi bo'lib harakat qilayotgan bo'lsa, bu kasallik yengil o'tadi. Shuning uchun ham ishlaydigan bemorlarga qaraganda ishlamaydigan bemorlar bu kasallikka tezroq chalinishadi, ko'proq qiynalishadi. Shuning uchun men aytganman YouTube'dagi videomda, sport bilan shug'ullaning, ishlang deganman. Mana shuni o'zi siz olib chiqadi. Endi boshqa bir psixologik muammongiz bo'layotgan bo'lsa, unda to'g'ri psixoterapevtga kelish kerak. Xarakterda muammo bo'layotgan bo'lsa, bu kasallikni yanada chuqurroq bilish kerak biz, chunki bu kasallik bilim bilan tuzaladi. Siz o'zingizda nima jarayon ketayotganini bilishingiz kerak. O'shani sizga psixoterapevt ko'rsatib beradi. Shuning uchun ayrim insonlar keladi, bitta konsultatsiyada yaxshi bo'lib ketadi. Ko'pchilik insonlarga kerak, bittada yaxshi bo'ladiganlar kam. Shuning uchun 10 kunlik kurs yoki mana bu yerda yotib davolanishni yo'lga qo'yganmiz. Chunki miyaga ko'proq bilim borsin deb. Ana shundagina odam bu narsani fahmlab tushunadi. Lekin tushunmasangiz siz yuguraverasiz, u yoqqa yugurib, men bu yo'limga yo'lim baxtimni bog'lab qo'ygan, meni sehrlab qo'ygan, meni boshqa narsa qilib qo'ygan deb. Odam bu kasallikdan qutulish uchun muammoni o'zini, mas'uliyatni o'zini bo'yniga olish kerak. Mana shu narsani sizga psixoterapevt tushuntiradi. Anglab yetsangiz, tushunsangiz keyin yo'qoladi. Shuning uchun ham men qabul 10 kunlik kursga qatnashgan, yotib ketgan bemorlar hammasi nima deydi? Tushundik, doktor deydi. Tushunib, o'sha muammoga boshqacharoq qarashni o'rganadi. Tushunmagan odam vahima qilaveradi yoki boyagidek o'zini o'qqa cho'qqa uraveradi, chunki bilmayapti, tushunmayapti. Tipirchilab qoladi. Tushungan odam bilgan holda nima? To'g'ri harakat qiladi. Chunki psixoterapiyaning maqsadi insonni mana shu tafakkuri orqali insonga yordam berish, sizni aqlingiz orqali. Men qabulimga kelayotgan, mana yotgani keladi bemorlar. Tafakkuri ishlamasa, olib qolmayman. Tanqidiy fikr bo'lmasa, o'zing qilayotgan ish noto'g'ri bo'lsa, noto'g'riligini bilmasa yoki birov olib kelgan bo'lsa, olib qolmayman. O'zi xohlab kelish kerak. O'zi xohlab kelish kerak meni qabulimga bemor, shifo topishni xohlasa. Va albatta unda organik kasallik bo'lmasligi kerak. Mana bitta bemor keldi, og'ir holati, ruhiy holati ham og'ir va undan tashqari avariya ham bo'lgan. Oyog'i yiringlab ketgan. Yotqizib davolash so'rayapti. Yo'q. Qat'iyan rad qildim. Oldin oyoqni uzatib olinglar. Keyin bu yoqni qilamiz. Chunki bu yoqda oyoq mayib yotibdi, yiringlab yotibdi, bu yoqda psixoterapiya kallaga kirmaydi. Mana bu tana yaxshi bo'lish kerak uchun. Shuning uchun kimda kim kelmoqchi bo'lsa, iltimos o'zi xohlasin. Yetaklab bo'yindan sudrab kelganlaringiz foydasi yo'q. Va albatta boyagidek nima? Tanada boshqa jiddiy o'zgarish bo'lmasligi kerak. Mana shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Chunki bu yerda siz o'sha inson kelganda o'zini xatosini anglaydi. Nevrozga nima olib kelganini men tushuntirib beraman, ochib beraman. Ha, deb tushunib, keyin o'shani to'g'rilash ustida ishlasa, bo'ldi, olam guliston. Bu kasallikdan qutulib ketishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar, mana shu miyani rivojlantirishdan to'xtamanglar.